hurmatli prezident, mamlakatimizda kasaba uyushmalari ishini xalqqa yaqinlashtirish va biz ommaviy axborot vositalariga berilayotgan e'tiboringiz uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli prezident, mana shu ma'ruzingizni men eshitib turdim. Qaysi mavzu bo'lmasin, albatta shu inson qadri tagida yotibdi. Mana bugun inson shu darajada ulug'layaptiki, vazirlar suhda. Ilgari suhni bir chekka tuman, anklav hudud derdi. Albatta sizni olib borayotgan yangi O'zbekiston asosiy g'oyangiz shu bo'lgan inson qadri uchun. Biz inson qadrini aksini suhda ko'rdik. Chunki siz Suq tumaniga Suq Rishton yo'lini ochib berdingiz, Suqqa aeroport qurib berdingiz. Suqning musaffo osmonida bugun samolyot uchmoqda, odamlar viloyat markaziga samolyotda bormoqda. Eng asosiysi oldingi maktab va maktabgacha ta'lim holatlarini tasvirga olishga imkoniyat yo'q edi. Markaziy shifoxona bor edi, nomiga edi. So'nggi 8 yilda inqilobiy Suqda sizning rahbarligingizda o'zgarish bo'ldi. Sizni respublikamizda olib borayotgan islohotingiz, kasaba uyushmasi federatsiya tomonidan 30 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga markazga bolalar sog'lomlashtirish oromgohi qurib berdi. Albatta bunda nafaqat bugun suqlik bolajonlar Toshkentdan, Buxoro, Xorazmdan, hatto Qirg'izistondan kelib bolalar dam olyapti. Bugun shu oromgoh orqali do'stlik, ahillik, yakdillik urg'i qadalmoqda. En asosiysi bugun suqliklarning tilida bir so'z mujassam. Shu faqat shukronalik. Faqat menga doim aytadi, "Sen jurnalistsan" deydi. Shu davlat rahbariga bizni minnatdorchiligimizni qanaqa qilib yetkazasan? Endi biz mana doimo telekanallarda yoritib boryapmiz. Topshiriqqa asosan suqlik nuroniylar uchun maxsus sanatoriy qurish ish boshladi. Suqda turizm salohiyati jadal rivojlanmoqda. Suqga men o'zim samolyotda bordi, ko'zimdan yosh chiqdi, Fransiyadan keldi. O'sha sizning mehnatingiz, yoshlarga berayotgan e'tiboringizni ko'rib qancha xursandchiligimni, qadaydir to'g'ridan-to'g'ri kabinetga tashlab beradigan imkoniyat bo'lsa, va shuni aytib beradi. Bolajonlar 8-9-sinf bolajonlar bizga tarjima qilib berib turdi. Suqliklarga bergan kvotangiz tufayli bugun Suqda kadr muammosi qolmadi. Chunki oliy ta'limga kirish 5% dan 50% ga chiqdi. Bog'chaga jalb qilishi 0 desak ham xato bo'lsa, chunki oldingi holat bog'chalardagi havo, uni ovqatni pishiradigan joylar bugun 2 qavatli bir 8 ta bog'cha qurildi-ki, albatta buni tasvirga olib endi doimo biz yoritib boryapmiz. Hurmatli prezident, eng asosiy sizning mehringiz, muhabbatingiz obi hayot tomchilaridek suqliklarning qalbiga kirib borgan. Bitta niyatim bor, siz xalqimiz, biz suqliklarning baxtiga doim sog'-omon bo'ling. Agar Qirg'iziston orqali viloyat markaziga ish yuzasidan borganimda bir odat bo'lib qolgan, to'xtab Nuronni Oqsoqollar bilan bir suhbat qiraman. Albatta ular doim aytadi, Shavkat Miromonovich oradagi qora devorlarni olib tashlaydi. Ular shular rost bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz buzuq bo'lsin. Assalomu alaykum, уважаемый президент. Меня зовут